Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar. Men Angren shahar ixtisoslashtirilgan maktab direktori Nazirov Abror O'rinbayevich bo'laman. Bugungi brifingimizda men sizlarga ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi maktablarga 2025-2026 o'quv yili uchun bo'lib o'tadigan qabul jarayonlari haqida tushuntirish berib o'taman. Hurmatli ota-onalar, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Prezident maktablari, ijod maktablari, sport maktablari hamda ixtisoslashtirilgan maktablarga 2025-2026 o'quv yili uchun hujjatlar qabuli joriy yilning 1-iyunidan 20-iyunigacha amalga oshirilishi belgilandi. Talabgor o'quvchilar va ularning ota-onalariga qulaylik yaratish maqsadida bu yil barcha Prezident, ijod, sport va ixtisoslashtirilgan maktablar qoshida qabul jarayonlari uchun maxsus shtablar tashkil etildi. Mazkur shtabdagi malakali mutaxassislar hujjat topshirmoqchi bo'lgan talabgorlarga 20 kun mobaynida ertalab soat 9:00 dan kech soat 18:00 gacha amaliy yordam ko'rsatadi. Hujjatlar qabuli onlayn shaklda my.gov.uz yoki ariza.pima.uz saytlari orqali amalga oshiriladi. Onlayn shakldagi arizalarni yuqorida aytib o'tilgan saytlarga joylashtirish mutlaqo bepul. Hurmatli ota-onalar, yangi 2025-2026 o'quv yilida Angren shahar ixtisoslashtirilgan maktabiga 4-sinfni bitirgan o'quvchilar uchun 48 nafar talabgorni aniq fanlar yo'nalishiga, 6-sinfni bitirgan o'quvchilar uchun 24 nafar talabgorlarni tabiiy fanlar yo'nalishiga qabul qilishimizni e'lon qilamiz. Hurmatli ota-onalar, ixtisoslashtirilgan maktablarga onlayn ariza yuborish uchun taqdim etilishi lozim bo'lgan hujjatlar quyidagilardan iborat. O'quvchilarning tegishli o'quv yili natijasiga ko'ra baholar tabelining maktab direktori tomonidan tasdiqlangan nusxasi, imtihon ruxsatnomasi shakllantirish jarayonida foydalanish uchun o'quvchilarning oxirgi 2 oy davomida tushgan foto surati, o'quvchilarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, ularning ota-onasining fuqarolik pasport ma'lumotlari hamda ular bilan bog'lanish uchun telefon raqamlari taqdim etilishi kerak bo'ladi. Ixtisoslashtirilgan maktablarga kirish imtihonlari bir bosqichda bo'lib o'tadi. Aniq fanlar yo'nalishi bo'yicha 5-sinfga qabul qilinadigan o'quvchilar matematika fanidan 30 ta, ingliz tili fanidan 15 ta, jami 45 ta test savollariga javob berishlari kerak. Tabiiy fanlar yo'nalishi bo'yicha 7-sinfga qabul qilinadigan o'quvchilar tabiiy science fanidan 30 ta, ingliz tili fanidan 15 ta, jami 45 ta savollarga javob berishlari kerak bo'ladi. Hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari tizimidagi maktablarning qabul jarayonlari haqidagi ishonchli ma'lumotlarni va so'nggi yangiliklarni agentlikning Telegramdagi rasmiy Pima.uz manzilidan olishingiz mumkin. Hurmatli ota-onalar, Angren shahar ixtisoslashtirilgan maktabiga hujjat topshirib, farzandingiz kelajagiga mustahkam zamin yarating. E'tiboringiz uchun rahmat. Barcha talabgor o'quvchilarimizga omad yor bo'lsin.